Qalaysiz, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sotiladigan qo'y bormidi? Bitta ko'rsak bo'ladimi? Mana shu qorani sotmoqchimisiz? Qolganlar sotilmaydimi? Zo'rlarni yiqqan ekansiz o'zi. Qora sotiladigan bo'g'azmi, bo'g'az emasmi? 100%, a? Xudo xolasa bo'g'oz deb olishaversan. Ata o'zingiz 100% o'veringiz, a? Chunki nimaga qo'chqar ichidan olganman-da buni. Bo'ladigan narxni ayting. 63 ga olgan. Siz aytdingiz, qarang. Azingiz yoniga bo'lsa ham harakat qilaveramiz degandek qildingiz do'stlar. Biz ham tirikchilik. Hozir buni olib borib 60 ga olib borib uni to'rt tushunasiz, hamma ham tirikchilik deb yuribdi. Azinga kelish Yoniga to'g'risi beraman. Chunki olganimga 2 oy bo'lyapti aka. 2 oy vaqtingiz, a? Do'stim, hozir buni nimaga sotyapsiz o'zi? Zarurat bor, a? Kelishtirib bering. Agar narxini kelishtirsangiz o'zim olib qolaman. Bo'lmasa pryamoy qo'lni bering. 5,5. Aka, bitta narx aytaman, gapni ko'paytirmaylik. Meni ham ishim bor. Zaklatni oling aka. 6 millionga baraka qilamiz. 200 bo'ladimi? Men ola olmadim, chunki men bu qo'yni olib ustiga 100 so'm, 200 so'm qo'yib tirikchilik qilaman. To'g'risida, uyda qo'ylarim ko'p. Azing qo'shib qo'yaman. Lekin haqiqiy baqaman degan odam mana bo'g'oz ekan, qonida bolasi bilan akam javob deyapti. Qonida bolasi bilan deyapti mana. Qo'yni yaqinroq ko'rsat. Ustidan foydalanib anaqa qilaman. Ko'zim yetmadi. Agar hali ham kechmas aka, zaklatni beraman, ishni bitiring. Do'stlar, men yaqinlashtirib qo'ydim. Akamiz nomerini pastga qo'yib qo'yaman-da mana. Xolis o'yin bo'lyapti aka. Men siz bilan oldimdan kelib dogovor qilmadim-a? Oldimdan kelib dogovor qilmadim aka. Xolis ketyapti mana. Do'stlar, qo'y haqiqatan zo'r ekan. Akamiz javob beraman deyapti bo'g'ozligiga. Avvalambor Xudo, baqaman degan odam kelib mana sirroshni narxini ozgina bunday qo'shadigan bo'lsa berib yuborasiz aka. Xolasi bitadi. Ashunga ulgilib qolinglar aka. Men ola olmadim, rozi bo'lasiz. Bir-birimiz vaqtimizni olmaylik.